Assalomu alaykum obunachilar, kuzatuvchilar, vatandoshlar. Barchalaringizni kirib kelayotgan hayit ayyomi bilan tabriklayman. Bugun quyosh paneli to'g'risida video qo'ymoqchiman. Mana quyosh panelini o'rnatdik. Bu panellarning har bir donasi 620 wattdan tok ishlab beradi. Biz bundan 9 dona o'rnatdik bu yerga. Jami quvvati 5,5 kilovatdan yuqoriroq quvvatga ega va biz bunga chastotnik o'rnatganmiz. Buni ishlab turibdi. Hozirda 44 Hz ko'rsatyapti. 50 ga chiqadi bu. Chastotnik o'rnatganmiz. Chastotnigimiz ham 5,5 kilovat quvvatga ega. 380 volt. Bu 3 faza tok ishlab beryapti. Ko'pchilik quyosh panellari to'g'risida negativ fikrlar bildiradi. Bu ishlab bergan tok quvvati past bo'ladi, katta nasoslarni yurgiza olmaydi deb shunaqa deyishadi. Lekin bizniki shu 3 fazalik artesian nasosni yurgizyapti. Mana shu 9 ta panel. Keyin hozirgi paytda mana quyosh yo'q, mana bulutning orasida quyosh. Ko'ringani yo'q quyosh, lekin shu holatda ham yaxshigina ishlab beryapti. Agar quyosh to'liq chiqib turgan paytda bu juda yaxshi samara beradi. Hozir bu panelimiz bizga 420 metr masofaga haydab beryapti. Mana shu tepadagi uyning yonigacha chiqaradi. Hozir yonimizdan suv chiqaryapmiz. Buni ham ko'rsataman. Biz bu videodan chiqarishimizdan kimgadir bu quyosh panellarini reklama qilish emas, faqat uning natijasini ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik bo'lmaydi degan fikr bildiradi. Shunga mana nasosimiz 3 kilovat quvvatga ega. 3 fazada ishlaydi mana. Soatiga 14 tonna suv tashlab beryapti. Hozirda mana quyoshimiz yo'q. Agar quyosh tiniq bo'lib chiqib tursa, yanada buning bosimi kuchayadi mana. Hozirda ham indamay 1 metrga o'tayapti. Bu turbamizning razmeri 50 talik, ichi 40 talik. Polietilen turba.